Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'alaga behisob hamdu sanolar bo'lsin. U zoti bol barakatga hamd aytishlikni o'rgatgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durudu salamu salovatlar bo'lsinki, o'zining mana shu muborak, nurafshon, ajoyib mana shu issiqlardan keyingi salqinroq kunida ekran orqali bo'lsa ham didorlashishlikni nasib qilayotgani uchun bugun Telegram gruppamizda bitta nima qilgan edik. Opros qilgan edik. O'sha oprosda hozir men o'sha oprosni topib oldim. Menimcha mana shu joyda edi. Mana shunaqa savol bilan murojaat qilgan edik. Obunachilarimizga, birodarlarimizga, do'stlarimizga avvalgi o'tkazilgan ochiq darsdan keyingi nimalarimiz. Keyingi ochiq dars mavzusi qanday bo'lsin degan murojaat bilan murojaat qilgan edik. Mana bu yerda ko'rayotganlaringizdek 55% inson forma 2, forma 3 yoki forma 1 hujjatlarni tayyorlash bo'yicha ochiq muloqot bo'ladigan bo'lsa, foydali bo'lishligini fikrlarini bildirgan ekanlar. Mana shunga asosan endi o'sha ochiq muloqotimizni shu mavzuga bog'ishlaymiz inshaalloh. Hozircha o'zaro kichkina suhbat qilib tursak, nima bu forma 2 nima o'zi, forma 3 nima, forma 5 nima haqida keyin darsimizni, ochiq muloqotimizni 15:00 ga belgilaganmiz. Yana 11 minut bor ekan, 10 minut. 10 minut shular to'g'risida ozgina kichikroq suhbat qilamiz. Xo'p, birinchi forma 2 haqida gaplashadigan bo'lsak, kelinglar bo'lmasa forma 3 haqida gaplashamiz. O'sha forma 3'imiz mana Vazirlar Mahkamasining 2024-yildagi 330-sonli qarorlari bor. Mana shu yerga yozadigan bo'lsak, forma 330-sonli qaror. Mana bizga hozir ko'rsatib beradi. 2015, 2026, 2015. Mana 2024-yildagi 330-sonli qaror. Mana shu qarorda mana O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 2024-yil 12-iyunidagi 330-sonli. Mana 15-iyundan boshlab bu qaror kuchda, hozirgacha ham hali ham
mana shu qaror bo'yicha ish olib boryapmiz. Bu qarorni O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Abdulla Aripov hazratlari tasdiqlab, qo'l qo'yib, kuchga kirgizgan. Mana shu yerda bu yerda endi kichkina bir nima qilingan, Vazirlar Mahkamasining mana shu ilovasi haqida bugun inshaalloh gapiramiz. Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 14 avgustdagi 489 qarori bilan tasdiqlangan hisobvaraq fakturalarning shakllari hamda ularni to'ldirish, taqdim etish va qabul qilish tartibi to'g'risida nizom. Xo'p, mana shu qarorni ham ochib ko'raylik. 489 qarorni. Buni ham ochib ko'ramiz. 489 qaror. Bunda nima deyilgan ekan? Ben 2020 yıl 14 Ağustos'daki 489 qaror. Buni ham ochib ko'raylikchi. Nima bor ekan bu yerda? Qo'shilgan qiymat solig'i hamda chet el yuridik shaxslari bilan bog'liq soliq ma'murchiligini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. Hop, mana amaldagi versiyasiga o'tsak, buni mana versiyasi mana qarorning to'liq summasi. Hop, bu yerda buni ham o'sha Abdulla Aripov hazratlari tasdiqlaganlar. Asosiy qo'shimcha qo'shilgan qiymat solig'i to'g'risida yuritiladi bu yerda. Lekin mana shuning ichida nima ham bor? Qarab ko'radigan bo'lsak, so'zga forma 3 deb yozib ko'raylik, chiqadi topolarmikan. Yo'q, onu topmadi. Hisobvaraq desak. Yo'q, bu yerda. Asosan mana bu yerdan kelaylikchi. Quyidagi mazmundagi 3-1 bob bilan to'ldirilsin. Nizomdan. Nizom. Xo'p, o'sha qanday o'sha nizomi qanday ekan u? Qoidalar. Qoida. Sxemasi. Mana ekan, mana shu bu narsa bor ekan. Hisobvaraq fakturalarning shakllari hamda ularni to'ldirish, taqdim etish va qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizom. Mana o'sha nizomning 3 agar ushbu bandning hisobvaraq shart emas.
Mana shu yerda bajarilgan qurilish montaj ishlari bo'yicha hisobvaraq fakturalarni to'ldirish xususiyatlari deyapti. 2024-yil 1-oktyabrdan boshlab byudjet tuzumi, byudjetlari hisobidan bajarilgan qurilish montaj ishlari topshirilganda ushbu nizomga 3-ilovadagi shaklda hisobvaraq faktura taqdim etiladi. Mana 3-ilova. Mana o'sha 3-ilovasi. Mana shu tartibda mana bu narsa qatorma-qator chiroyli ko'rinishda berilgan bu narsamiz. Mana o'sha nimamiz. Buni formasi 3-ilova. Hop, mana shu formani hujjatga taklif yuborish, hujjat elementlaridan havola olish. Mana shu ko'rinishda mana shu nimaga qarorga Vazirlar Mahkamasining qarorini 330-sonli qaroriga asosan bu narsani to'ldiramiz. Bu endi aniq va ravshan tarzda bizga ko'rsatilgan. Mana shu yerda yana bitta qaror bor. Vazirlar Mahkamasining 409-sonli qaror. Vazirliklar, idoralar, uyushmalar, korporatsiyalar va boshqa xo'jalik birlashmalari, qurilish ixtisosligidagi korxonalar va tashkilotlar uchun boshqaruvning barcha darajadagi qonun hujjatlarida va mazkur qarorda nazarda tutilmagan qo'shimcha hisobot shakllari joriy etilishiga yo'l qo'ymasinlar. Men nimaga o'qib beryapman bu narsani? Hozirgi paytda o'sha hisobotga qo'shib juda ham ko'p narsalar talab qilishlari. Eng nimasi, eng bir og'riqlisi bu narsani сличительная ведомость degan bir balo chiqqan hozirgi paytda. O'sha сличительный ведомостьni tushunsalar ham, tushunmasalar ham, prokuratura ham, zakatchi tashkilotlar, buyurtmachi tashkilotlari ham, boshqasi ham сличительный ведомость deb o'sha narsaga yopishib olganlar o'sha narsani talab qiladi. Yoki forma 2. Forma 2ga yopishib olishyapti. Mana bu yerda aniq qilib ko'rsatib qo'ydi. O'sha tasdiqlangan qaror bilan muomalaga qo'yilgan forma 3dan boshqa hujjat talab qilinmasin deyilyapti. Mana bu yerda o'sha nimani yana bitta ilovasi bor. 409-sonli qarorning ilovasi. Bu yerda shu narsalarni ro'yxati bor. Bajarilgan ishlarni qabul qilib olish dalolatnomasi 2-shakl. Bu oylik, har oyda qilinishi belgilab qo'yilgan. Ma'lumotnoma, ya'ni forma 3. Bu ham oylik ko'rinishda belgilab qo'yilgan. Bajarilgan ishlar, qilingan xarajatlar qiymati to'g'risidagi ma'lumotnoma, hisobvaraq, faktura, oylik. Mana bu narsani yaxshilab o'qish, nima qilib e'tibor berishlaringizni so'radim.
ikkinchi va uchinchi shakllar o'rniga yangidan kiritilmoqda. Mana bu narsa kuchga kirdi degan gap forma 2, forma 3 dan avvalgi eski shakli holati o'z-o'zidan muomaladan qoladi degan. Shuning uchun bundan buyog'ida faqat o'sha forma 3 ning tasdiqlangan qarornomasi formasigina foydalanadi. Boshqa hujjat so'ralmaydi. Xo'p. Endi to'g'ridan to'g'ri o'sha forma 2, forma 3, forma 5 hujjatlari qanaqa qilinishi to'g'risida bir kichkina bir reklama chamamiz bor. O'shani berib bosamiz. Mana biz smetadan, ABS smetasidan nimadan, ABS programmasida qilingan smetadan nimani olamiz? Tayyor smetani chiqarib olamiz. Mana bu yerda xohlagan smetani olish mumkin. Buni bu yerda avval tayyorlab qo'ygan mana to'g'ri ikkinchi turgan smetadan boshlab ketamiz. Farqi yo'q. Qaysi smeta ekanligi. Mana shu nimadan smetani chiqarib olamiz. Mana asosiy lokalka bilan resurskani Excel variantda chiqarib olamiz. Mana resurskamiz mana bu bo'lsa lokalkamiz. Mana o'sha qilib. Endi buni saqlab olishimiz kerak bo'ladi. Fayl. Xohlagan biron joyga saqlab olaylik. Men hozircha mana robot stolga saqlab turaman buni. Robot stol mana. Bunisiga saqlab olamiz. Buni sal bir narsani noto'g'ri qilibmiz. Buni robot stolga buni saqlash shart emas. Buni mayli saqlab oldik. Bunisi ham saqlab olamiz. Mana. Xo'p, endi bitta mana shu joyda o'zgarish qilib yuboramiz. Mana bu yerda listning nomi e'tibor bergan bo'lsangiz 1 degan. O'sha oldidagi 1 ni olib tashlaymiz. Xo'p, yoqamiz buni. Bizga kerak emas hozircha saqlanib. Mana bunda ham xuddi shunday. Oldidagi 1 ni olib tashlaymiz.
Mana saqlanib qoldik. Mana saqlanib qoldik. Adresam kerak emas bizga. Buni ham yopamiz. Endi Alloh rozi bo'lsin. Birodarlarimiz bunaqa bir chiroyli, ajoyib programma qilishibdi. Men u programmani ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Mana o'sha programma, 9 degan programma qilgan. O'sha 9 programmani kompyuterga uстановка qilib olish kerak bo'ladi. Uстановка qilib olib, o'sha programmani ishga tushiramiz. Mana o'sha programmamiz mana shunaqa ko'rinishda. Degan programma. Bu yerda xohlasangiz o'zbekcha, o'zbek tilini qo'yishingiz mumkin. Latin harfidagi o'zbek tilini qo'yishingiz mumkin. Rus tilini qo'yib qo'yishingiz mumkin. Mana buni programmani aktivatsiya qilish kerak. O'sha aktivatsiyasini bu hozircha hali aniq bir kelishimga kelisholmayaptilar. Bu programmani sizlarni uyingizga havola qilmoqchiman. Qani nima deb o'ylaysizlar, mana shu programmani qanchaga sotib olish mumkin? Xo'p, bu yerda o'sha boyagi ikkita papkamizni mana papkaga solib qo'yibmiz. Papkadan o'sha nimani Word papka qilib mana shuni qilib olamiz. Mana o'zi tanlab oldi. Mana bu yerda narxni qiymat sifatida mustaqil fayl sifatida qo'yamiz. Materiallarni alohida ko'rinadiganlarimizni bitishga qo'yib qo'yamiz. Endi qaranglar, hamma tayyorlov ishlarimiz bajarildi. Endi soatlaringizga qarab tursangiz, generatsiya qil va saqla deyapti. Qancha vaqt ketadi? Bosdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana 9 deganimda tayyor qildi. Mana shu uchun noya papkaga saqlanib qildim. Mana endi ochib ko'ramiz bu narsani. Xuddi o'sha kinolarda sehrgarlar bo'lar-edi. Xuddi o'sha sehrgarlikni o'zginasi. Hayron qolasiz hozir bu narsaga. Hattoki mana Excel faylini, tayyor Excel faylini ochishga kompyuter undan ko'proq vaqt sarflayapti. Mana LRB bu o'zimizni nima qilgan, bergan fayl nimamiz, listimiz, RS resurskamiz. Buni ham o'zimiz bergan edik. Mana bizga programma qilib bergan forma 2. Mana e'tibor bersangizlar, men sanab turdim. 1, 2, 3, 4, 5, 9 deganda mana shuni tayyorlab berdim. Mana formulaga qarang, mana. Formulaga qarang. Mana bahoni ham o'zi nimadan tortib olib keldi. Mana buldozer 184 mi? Mana qaraymiz buldozer. Buldozer mana 184 o'zi tortib olib kelib qo'ydi. Mana ko'paytirdi. Mana bir joyga yig'di hammasini. Mana bu o'rtachasini chiqardi. Gapni qisqasi mana forma 5 ni sizga tayyorlab berdi. Endi oxiriga qarang, oxiri qanaqa go'zal bo'lgan.
Mana buni qarang. İtoklarni ham chiqarib beryapti. İtoklar. Traktorda рабочих человек частlarni yig'indisi, oylikni yig'indisi, mashina mexanizmi, materiallarni, transportni rasxodini qo'yibdi. Endi transportni rasxodida mana shu yerda bir ozgina nima qilish mumkin? Mana buni o'zgartirish mumkin. Misol uchun, hozir bo'lyapti 140 million 470 ming 967. 5% bo'lgan. Bizda Xorazmda mana shu yer 4%. Mana buni ham o'zgaryapti, ko'rdingizlarmi? Prochi zatlar 17% deb olingan. Mana bo'lyapti bu 642 million 306 ming 729. Bizda Xorazmda 1551. Mana qarang, 586. Bu ham o'zgaryapti. Qilib bir Alloh taolaning bergan mo'jizasi. Endi mana bu avionni ham ko'ring, forma 2 qo'yishingizda. Avion mana siz qarang endi. Mana bo'lyapti bu. Masalan, mana qo'ying, mana bunday qilib. 4 milyard 903 milyon 641 ming so'm bo'lyapti. Esingizda qolsin. Hop, esingizda qolmagan bo'lsa, mana kooperatsiya qilib mana bu joyga saqlaygan pullar. Mana endi qarang, mana bu yerda misol uchun mana bu ishni bajarmadik. Устройство подслойный слой betonlik deganda bajarmadik mana shu ishni. Nol qilamiz. Mana qarang. 4896. Gapni qisqasi mana xohlagan oyingizda mana shu nima bilan forma 2 da ham, forma 3 da ham qilishingiz mumkin. Qanaqa bir mo'jiza, ajoyib narsa, zo'r narsa qilganlar. Endi bu programmani sotishmoqchi. Hali qanchadan sotishni bilishmayapti. Shuning uchun gruppadan iltimos qilamiz. Men o'zimcha bitta baho o'zimga mos keladigan bahoni aytdim ularga. Endi ularga yoqdimi, men aytgan bahom yoqmadimi bilmayman. Lekin o'sha gruppada ham o'sha kommentariyagami yo gruppani o'zigami sizlar ham o'zlaringizni fikrlaringizni yozib qoldirsangizlar, balkim hammamizga ham foydali. Kim kitob bilan shug'ullanadigan bo'lsa 100% hammasiga kerak bo'lsa birgalashib biror voqeaga kelishib ularni rozi qiladigan bo'lsak, mana shu gruppaga qo'yamiz yoki to'g'ridan to'g'ri o'zlarini dandilarni beramiz. Har to'g'ridan to'g'ri chiqib narsasini sotib olishimiz. Misol uchun mana hozirgi qilgan programmam qaranglar. 1878 ta xatolardan iborat nima? Afyorda. Misol uchun juda bo'lmaganda bir 2 soat, 3 soat agar o'sha yangi ishlayotgan, yangi o'rganayotganlar bo'ladigan bo'lsa 2 kun, 3 kun mana shu operatorni qilish uchun o'tiradi. Hozir nima bo'ldi? Soat 9 gacha sanaguncha. Demak, sekund hisoblaydigan bo'lsak, gapirini 9 sekundda bizga mana shu narsani tayyorlaydi. Bundan ham ortiq bir narsa bo'lmasa kerak. Qancha vaqtni nimani ekonom qiladi. Xo'p, kimda qanaqa fikri nimasi bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'sha xohlang lichkaga yozing, xohlang o'sha gruppani o'zida yozing. O'sha bemalol birgalashib maslahatlashsak zo'r narsa bo'ladi inshaalloh. Xo'p, men buni kelinglar bir narsani saqlab qo'yaman-u. Saqladim. Ko'pirama. Chiqib ketaman, bizga boshqa kerak emas. Bu to'g'rida boshqa gaplashmaymiz. O'sha nimani qayerdadir, nimada bir joyda kelinglar mana o'quv kurslari programma nimasida bo'limida saqlab qo'yaman.
kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu joydan olib foydalanishi mumkin bo'ladi. Mana bemalol xohlagan paytlaringizda foydalanishlaringiz mumkin. Xo'p. Ana endi biza forma 2, forma 5 qilish uchun hamisha qilib yurgan ishimiz qilib yurgan ishimiz o'sha ishimizni boshlaymiz. Forma 2 qilish uchun yoki forma 5 qilish uchun bizga nimada berilgan o'sha shaffof qurilish yoki biror joyda berilgan smeta kerak bo'lar edi. O'sha nimadan smetadan foydalangan holda forma 5 qilar edik. Albatta nimagadir mani kompyuterim sal og'irlashib qolyapti. Balki mana nimani yozib olayotgan edim muloqotimizni. Balki shuning uchunmi sal og'irlashib qolyapti. Operativ pametini tozalab ko'raylik. Balki shu bilan yaxshi bo'lib ketsa, ajab emas. Xo'p, bizga mana shu asosiy mana shu nimamiz kerak bo'lar edi. Xo'p, bu yerda biz kelinglar mana shu nimani resursgani ham mana shu joyga o'tkazib olamiz. Mana resursni ham переместить skopировать qilib mana shu faylning ichiga o'tkazib olamiz. Mana ikkalasi ham bir joyda bo'ldi. Xo'p, mana nimamiz fayl bizga kerak emas, ortiqchalik qiladi. Buni hozir olib qo'yamiz. Mana bizda mana bu yerda strukturamiz bor. Ya'ni gruppalarga ajratilgan ABS programma mana shunaqa qilib beradi. Bu narsa hozircha bizga kerak emas. Kelinglar buni olib tashlaymiz. Buning uchun nima qilamiz? Mana bundan ichida разгруппировать struktura degan joyi bor. Mana o'sha struktura. Mana shuni ichidan udalить strukturani qilamiz. Nimaga degan ekranimiz sal kengayadi. Ham g'ashinga tegmaydi. Boyagi turishi odamning g'ashiga tegadi. Endi biz filtr qo'yishimiz kerak bo'ladi. Men hamisha tavsiya qilaman. Filtrni ko'pchilik mana bu joylarga, mana shu joylarga qo'yadi. Men tavsiya qilar edim filtrni eng tepaga qo'yib. Hech ham xalaqit qilmaydi hech kim. Mana shuning uchun mana bu yerga bitta qator vставить qilamiz.
Keyin filtrni mana shu yerga bitta nuqta qo'yib qo'ysangizlar, filtr sal kengroq beriladi. Mana bo'yab olib turib, filtr beradigan bo'lsak, mana filtr berdi. E'tibor bersangizlar, mana nimani mishkani g'ildirakchasini aylantirganda filtr qochib ketyapti. O'sha qochib ketmasin, bir joyda tursin. Buning uchun A2 katakni belgilab olib, vidga kirib, zakrekit obrazda qilib olsak, mana filtr hech qayerga qochmaydi, turadi. Osongina shunaqa nimamiz bor. Endigi masalamizda bizda fizobiomga formula berib olishimiz kerak. Mana nimaga deganda formula 5 da albatta formula bo'lishi kerak. Formula bo'lmasa, o'sha formula 5 ni bizga kerak ham bo'lmasa. Buning uchun oldin nima qilib olaylik? O'sha boqasini ham qo'yib olaylik, mayli. Mayli, bo'lmasa baho qo'yib oladigan bo'lsa, mana bu filtrda mana e'tibor bergan bo'lsangizlar, mana bu yerda fizobiom ko'rinyapti. O'sha fizobiomda turgan joyi Y katakda turibdi, Y18. Bu degani F katagimiz bo'sh degani. O'sha bo'sh kataklarni olib tashlaymiz. Diskani. Mana bizda faqat resurslarni ko'rsatyapti. Mana endi biz nima qilamiz? O'sha resurslarning bahosini tortib olib kelamiz. Buning uchun nimada Excel'da bizda Whopper program nimamiz bor. Funksiyamiz bor. Mana o'sha Whopperni qo'ydik. Mana shu birinchi turganni belgilab olamiz. Mana S19 ni belgiladik. Undan keyin bizga nuqta virgul qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. O'sha nuqta virgulni qo'ydik. Mana endi mana bu joydan o'sha narsani bahosini olishimiz kerak. Buning uchun bizga S, D, Y, F yataklar kerak bo'ladi. Mana S'ni bosgan edimman. E'tibor bergan bo'lsangizlar, bu tablicani hammasini belgilab oldi. Yo'q, bizga tablicani hammasi kerak emas. Biz mana bu yerda A dan I gacha deyapti mana. Mana A, mana I. Bizga S dan I gacha kerak. Mana shuni A'ni o'rniga S'ni kirgizib qo'yamiz. Yana nuqta virgul qo'ydik. Endi qaysi ustunda ekanini aniqlab olamiz. Mana S birinchi ustun, ikkinchi ustun, uchinchi ustun, to'rtinchi ustun, mana unda F. Mana F ustun. To'rtinchi ustunda bizda nima turibdi? Baholar turibdi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi ustun. To'rtinchi ustunda baholar. 4ni belgilab olamiz. 4 deb. Ana endi bizga aniq son kerak. Mana qarayapti, siz istini deyapti yoki loj deyapti. Точный совпадение. Aniq loj yoki bo'lmasa 0 qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Mana bizga bahoni olib qo'ydi. Summa fizobiomni bahoga ko'paytiradigan bo'lsak, mana summa oxirigacha o'tkazadigan bo'lsak, bizga asosiy resurslarga baho qo'yib beradi. Mana e'tibor bersangizlar, oxirigacha asosiy resurslarga baho qo'yib beradi. Endi biz bir narsani noto'g'ri qilibmiz hozir. Ishning boshimizda, boshlaganimda
Mana shu joydan boshlab bundan pasti bizga kerak emas edi. Buni olib tashlashimiz kerak edi. Buni olib tashlamaymiz. Mana bo'yimiz udalить qilamiz. Endi bir narsaga e'tibor berishlaringizni juda ham katta iltimos qilarim sizlardan. Mana shuni udalить qilgan paytda boshqa hech ish qilishdan oldin, qilmasdan burun mana shu faylni saqlab olish kerak. Nimaga deganda, hozir shuni saqlab olmasangizlar, keyin bir qancha qiyinchiliklarga to'g'ri kelib qolasizlar. Qanaqa qiyinchilik? Mana o'sha nimani udalitni qildik. Mana bo'ldi. Endi mana stilakani tortib pastga tushinglar. Mana pusto joylarga olib kelib qoldi. Ko'rdingizlarmi? Mana shunaqa pusto joy. Bizga o tepadagi qayerlar kerak edi. Mana uni izlab topolmanda mana shunaqa qilib izlab, shunaqa qilib o'tirasizlar. Shuning uchun agar uni saqlanib qilganda nima bo'ladi? Mana shu joyni qaytadan udalить qilamiz. Mana udalить qildik. Ana endi saqlanib qilamiz buni. Doim saqlanib qilib. Mana buni рабочий stolga saqlanib qilaman. Nimaga deganda menga kerak emas keyinchalik bu narsa, временный fayl. Sizlar endi o'zingiz bilasizlar qayerga saqlanib qilishni. Mana рабочий stolga saqlanib. Ana endi buni chiqarib tashlasangiz. Mana endi strelkani tortadigan bo'lsangiz, ko'rdingizmi, oxirigacha keldi. O pastga qayoqlarda bir hech narsa yo'q joyga tushib ketgani yo'q. Xo'p. Tushunarli bo'lyaptimi o'zi? Meni gaplarim tushunyapsizlarmi? Ovozlarim eshitilib, ekranlarim ko'rinyaptimi? Bu narsani hech bir so'rab olmadim, boshqa ham qilmadim. Mana shu yerda Telegramda yoki Telegram nimaga yozasizlarmi? Fikrlaringizni yozib qo'ysangizlar, men ko'rib, shunga qarab amal qilib boraman. Mana shu o'quv kurslariga mana shu yerga yozsangizlar ham bo'ladi. Agar fikrlaringiz bo'lsa. Yoki mikrofonni yoqib to'g'ridan to'g'ri gapirsangizlar ham bo'ladi. Xo'p. Men hammasi normalniy eshitilyapti, ko'rinyapti deb fikr qilaman. Agar qanaqadir nimalaringiz bo'ladigan bo'lsa, xabar bersangizlar, shunga qarab qilaman. Xo'p, asosiy resurslarni baho qo'yib oldik. Endi bizga nima kerak? Qolib ketgan mana bunda kichkina yana resurslar bor, jilni bilan yozilgan. Mana bular bizda qolib ketdi. Bularga baho qo'ya olmadik. Buni nima qilishimiz kerak? Mana bu yerda tekstoviy filtrimiz bor. Oldin mana bu yerda bitta tekshirib olamiz. Mana Y deb yozsak, T deb bo'ladi. Y bo'ladi. Ruskiy alfavitda mana shu yerda Y deb yozadigan bo'lsak, bizda ratchinkalarimiz hammasi belgiladi. Mana bu joyga C deb ham yozib ko'raylikki, yo'q, C nimada yo'q ekan. Mana tekstoviy filtrda ne sodержит degan joyimiz bor. Mana shu yerga klaviaturadan Y harfini belgilab OK'ni bosamiz. Endigi masalada mana bu D ustida pustoyni
человек частini hamda mashina chastlarini kichkalarini olib tashlaymiz. Mana bizda faqatgina nimalarimiz qoldi. Materiallarimizgina qoldi bu yerda. Endi bu materiallarni mana bu yerdan F'dan yana o'sha nimani pustoyni olib tashlaydigan bo'lsak, yo'q, noto'g'ri. Pustoyni olib tashlamasamiz, uni faqat pustoyni o'zini belgilashimiz kerak ekan. Mana belgilaydigan bo'lsak, mana bizga jilni bilan yozilgan materiallar qoldi. Buni ham o'sha Wopier bilan o'rniga qo'yib qo'yamiz. Summa Wopier. Mana birinchi nuqta virgul. Mana bu joydan yana xuddi o'sha avvalgi nima ishimizni takrorlaymiz. Mana bu a'ni o'rniga sini qo'yib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Nima eshitamiz? Wopier tortibsizmi? Nimani? Wopier tortibsizmi? Ha, Wopier. Mana shu yerda yaxshiroq guruh yo'q, vakansiya guruhlar. Tushunmadim. Vakansiya guruhlar yo'q, bironta bir yaxshiroq studentlarga. Nima guruhi? Vakansiya ish o'rinlari bor guruhlar. Ha, mana shu guruhimizda bor ish o'rinlari. Mana biz kurs vakansiya guruhimiz. Mana tashkilotga ishga taklif qilaman deyapti mana. Arxitektor, konstruktor, elektrik qismlari bo'yicha, mana smeta bo'yicha nimalarimiz bor. Keyin mana bu yerda yana bitta guruhimiz bor, shu Stроительство O'zbekistoni degan. Bu yerda ham bor vakansiyalarimiz mana. Mana shu yerda vakansiya guruhlarimiz bor, nimalarimiz bor. Mana shu yerga chiqib e'tibor berib qarab turadigan bo'lsangizlar, inshaalloh topib qolasizlar. Ish o'rinlari chiqib qoladi. Xo'p. Mana bu yerda endi 1, 2, 3, 4-chi ustun. Mana buni ham mana yozib olamiz. Endi bu e'tibor bergan bo'lsangizlar, bularning hammasi jirni. Buni ham bizlar ham jirni qilib bo'yab olamiz. Mana. Oxirigacha tortadigan bo'lsak, buni ham formulaga qo'yib berdi. Mana bu yerda bir qancha endilar bo'layapti. Bu nima yo'q joyi. Bu yerda hech qanaqa yozuv yo'q, shuning uchun endi deb chiqdi. Buni udalist qilamiz kerak. Keyin mana bu yerda mana ko'zimga значение ham ko'rinib qoldi. Uni ham ko'raylik qani bu yerda nima bor ekan. Mana bu narsalarda baho yo'q. Mana bu. Baho yo'q. O'shani olib tashlasak, mana bu значениemiz ham yo'q bo'lib qoldi. Mana smetamiz, tablitsamiz smeta ko'rinishiga keldi. Xudo xolasa, mana hammasi formulada turibdi. Mana hammasi formulada turibdi. Endi faqat mana bu fizobiomlarga formula qo'yib chiqishimiz kerak. Shuni ham qilsak keyin
chiroyli holatda bo'ladi. Buni tabiiy holatiga keltirib olaylik. Mana o'zi tabiiy holatiga keldi. Xo'p. Mana endi 1 2 3 4 5 6 7 8. Mana bu yerda chena bo'ladi albatta. Chena bu yerda summa. Mana. Shunaqa bo'lib ko'rindi. Chiroyli holatga keldi. Xo'p, endi Xo'p, endi biz mana bu yerda filtr qolib ketgan ekan. Filtrni o'chiraylik. Mana biz mana shu joyiga endi formula berib chiqishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bunun bir qancha yo'llari bor. Juda ham ko'p yo'li. Eng asosiy yo'li mana shu nimani summa fizobiomni normaga ko'paytiramiz. Eng asosiy yo'li. Bunisi ham xuddi shunaqa. Summa fizobiomga ko'paytirib chiqamiz. Buning ma'nosi nima? Mana bu misol uchun разработка грунтово-ручную с креплением траншея ширины. Mana bu fizobiom deb aytamiz. O'sha ishning bajarilgan ishning obyomi.
Mana bunisi bo'ladigan bo'lsa, ustundagisi. Normalar bor. Bu normalarga tegishga hech kimning haqqi yo'q. Bu normalarni necha 100 yillardan buyon hamma quruvchilar foydalanib kelyapti bu normadan. Qancha akademiklar, olimlar ishlagan bu ustida. Tajribalar o'tkazganlar. Shunaqa qilib, mana shu narsa to'g'ri deb turib qabul qilganlar. Mana shu normani fiz ob'yomga ko'paytiradigan bo'lsak, bizga kerak bo'ladigan fiz ob'yom kelib chiqadi. Mana shunaqa qilib, buni hammasini shunday qilishimiz kerak. Mana bu joylarda tabletamiz to'liq bo'lmoqda, tabletamizni to'liq qilib olaylik. Nimagadir unaqa qo'yib mana bu yerda agar ko'proq holati bo'ladigan bo'lsa, bu yerda summa mana bu nimani belgilab olamiz. Fiz ob'yomni. Keyin buni zakrepit ham qilib olamiz. F4 ni bitta bosib qo'ysak, zakrepit bo'ladi. Ko'paytiramiz 2,5 ga. Mana norma bo'ldi. Endi shu narsani tortib oxirigacha olib kelsak, hammasiga norma deb beradi. Mana bu yerda значение qilib qo'ydi, nimaga deganda, mana bu yerda baho yo'q ekan. Mana bu yerdan buni bittasini qilib hisoblashimiz mumkin. Summa bunisi F4 ko'paytirilgan. Bo'ladigan bo'lsa. Mana shunaqa qilib hammasini formulab berib chiqish mumkin. Ana endi bizda uni itogi kerak bo'ladi. Итого прямые затраты. Bu bo'ladi. Mana shu mana grafadagi summalarning hammasi 100%. Mana oxirigacha. Mana shu joygacha. Mana bizning to'g'ridan to'g'ri xarajatlarimiz. Qayerdadir yana bitta joyda значение bo'ldi. O'shani topib, yo'q qilib olsak, summa chiqadi. Mana kompressorlarda hech qaysida baho yo'q ekan. Olib tashlaymiz. Shirni qora mana buni ham mana bunday qilib qo'ysak, mana bizda chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Endi bundan olamiz birinchi. Затраты на оплату труда с учетом соцстраха. 12%lik soцстрахimiz bor. Bu bo'ladi. Bizda buni aniqlashimiz uchun summa если degan nimamiz bor. Funksiyamiz bor. Barobar summa если mana ikkinchi turibdi. O'sha summa если ni belgilab olamiz. Mana bu qismni ustini belgilab olamiz to'lig'icha. Bu yerda ham mana qarasangizlar, nimani hammasini belgilab oldi. Bu narsa bizga to'g'ri kelmaydi. Biz nima qilamiz? Uni
Faqatgina F'ni kerak bizga. Mana shu kerak bizga. Hop, bitta vergil. Buning ichidan mana chalavitchasini olamiz. Mana o'sha chalavitchasi, xohlagan joyda bitta chalavitchasini belgilab olamiz. Endi mana bu qash ustidan kerak bizga. Barobar. Hop, bizda 0 qo'ydi. Nimaga unaqa qildi? F. Yo'q, biz mana bu yerda noto'g'ri qo'yibmiz. F emas. Mana bu D ustinadi-yu. Mana bu yerda D ustinadi. Mana. Mana 550 million so'm chalavitchasimiz bo'ldi. Mana bu yerdan tekshirib ham ko'rishimiz mumkin. Mana 550, 179, 192. 550, 184. Salgina 6 so'mga xato qildi. Bu o'sha programma, mana bu programmada hisoblagan. Ham yaxlitlagan paytda 1 so'm, 2 so'm farq bo'lib ketishi mumkin. Qo'rqinchli holat emas. Xo'p, undan keyingisi zatrаты на машин и mexanizmov bo'ladi. Buni aniqlash uchun xuddi mana shu formulani o'zini kopirovka qilib tashlasak ham bo'ladi. Mana bu yerda D1887 ning o'rniga mana mashina chas qayerda bor? 1887. O'zi to'g'ri ham kelayotgan ekan. O'zi ajoyib chiroyli chiqqan. Faqat bitta kamchiligimiz bor bizda. Mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangizlar, mashina chas 2 xilda yozuvda yozilgan. Mana shu ikkalasini belgilaymiz. Mana ikkalasini ham bir xil qilib chiqamiz. Bu ham qiyomat emas. Mana shuni ishimiz oxirigacha tortib keldik bo'ldi. Mana 306, 299, 283. Mana bu yerda tekshirib ko'ramiz. 306, 299, 259. To'g'ri kelyapti bu ham. Katta harflar yozamiz. Zatrаты на машин и mexanizmov. Bundan keyingisi bo'ladi. Zatrаты на materiалы. Endi bu yerda sal qiyinchiligi bo'ladi, juda ham qiyinchilik emas bu ham. Mana bu yerda o'sha tekstoviy filtrdan ne sodержитdan yeni olib tashlaymiz. Mana bu joydan pustoyni olamiz, chalavitchasini olamiz, mashina chasni olib tashlaymiz. Mana bizda faqatgina mana shular qoldi. Endi bunisini nima qilsak bo'lar ekan? Mana shunday qilib, yo'q, bunday qilsak bo'lmaydi.
judayam eng oson bir yo'li mana shu yerga bitta 3 qo'yib chiqaman. Eng oson, eng sodda usuli. Mana oxirigacha qo'yib chiqdi 3 ni. Mana bu yergacha qo'yyaptim kerak emas. Xo'p, filtrni oldik. Sotratina materiali. Formulani ko'chirib tashlaymiz shu yerga. Endi bu yerda D emas, mana bu yerga I qo'yamiz. Nimaga deganda, mana bu I ustun kerak bizga. I ustun. Xo'p. Mana bu yerda ham D 1888 emas. 3 qo'yib qo'yamiz. Mana qayerimiz. Endi o'sha nimaga buni ham tekshirib ko'raylik. 2516 931. 2605 bo'lyapti. Nimadir bir narsa qolib ketgan. Qayerdadir. Bir mana bir qator ko'rib chiqaylik. Bo'lmasa mana bu yerni to'xtang. Judayam oson yo'li bor. Buni pustoylarni belgilab chiqadigan bo'lsak. Bunlar bo'lmadi. Qarab qolsak bir narsa chiqib qoladi. Nimadir. Mana bittasi. Mana biz baho yo'q ekan unda. Bunda ham baho yo'q. Öğrenci kadını armatonu 18 mm. Öğrenci kadını armatonu 25. 20 mm. 10, 25, 14, 16. 8, 8. 8. 8. Mana shularga baho yo'qmi jarostir? Nega unaqa ekan? Baho bor ekan bu yerda mana. Sotsiyani. Mana shu yerga baho qo'ymasdan ketgan. 7.381.900. Mana shu yerda sotsiyani deganni ko'ramiz. Hali qo'yamiz hozir. Mana bunisi.
Vaqtini boqa yo'q. Stena birlari. Stena birlarda baqa yo'q. Summa olib ber. Mana yerda bir kelimalar ko'p keladi. Mana 2603, 2605, 606. Mana to'g'rilashib bordi. Endi bu yerga transportni rasxodi beramiz. Transportные расходы на материалы. Ko'p joylarda har xil qabul qilingan bu. Bizda Xorazmda odatda 4% olamiz. Transportные расходы на материалы 4% olamiz dedi Xorazmda. 4. Mana
Mana endi bo'ladi bizada itago прямое затраты. Mana shu narsalarni hammasini qo'shib qo'ysak, to'g'ridan to'g'ri bizning sarf xarajatlarimiz bo'ladi. Bundan keyin bizada bo'ladi прочие расходы degan narsamiz bor. Bu har viloyatda har xil qabul qilingan bizada Xorazmda 15-51% hisoblanadi bu narsa. Bu umumiy summani ko'paytiramiz 15-51 ga. Mana bu bizning прочие расходimiz bo'ladi. Yana o'sha nimasi summa bo'ladi. Mana shu ikkalasini yig'imiz. Ana endi nima bo'ladi? Obyektlarda страхование bo'ladi. Затраты на страхование. Bu 0,32% smetada berilib, o'sha nimadan ekspertizadan o'tadi odatda. Shuni ham olamiz. Mana o'sha straxovание. Ana endi bo'ladi итого прямые затраты без учета НДС bo'ladi. NDS'siz to'g'ridan to'g'ri xarajatlarimiz. Mana o'sha NDS'siz to'g'ridan to'g'ri xarajat. Endi bizda bo'ladi NDS'imiz bo'ladi. NDS hamma joyda bir xil o'sha 12% qabul qilingan. Mana o'sha NDS'imiz. Bo'ladi. Xo'p. Eng oxirida bo'ladi всего к оплате с учетом НДС. Mana bularning hammasini yig'ilmasi bo'ladi. Mana. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Buni ham tablitsa holatiga keltirib oladigan bo'lsak, mana shu narsamiz bizda quriluvchilarning ichida forma 5 deb yuritiladi. Mana shu forma 5 bo'ladi. Buni xohlagan bironta joyini o'zgartiradigan bo'lsangiz, mana e'tibor bering. Mana gravini men olib tashlaydigan bo'lsam, mana bu joy formulada turmagan uchun hozir bo'lmadi. Mana tablitsani hamma joyiga ta'sir qiladi bu narsa. O'sha forma 2 qilganda ham boshqacha va shu narsadan foydalanish mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu narsa bizda qilinadi. Forma 5 qilinadi. O'sha forma 5 ga asosan mana bu 330-qarordagi ko'rsatilgan forma 3 qilinadi. Forma 3 orqali buxgalteriyada казначейский variant degan bor, bir betdan iborat. O'sha spravka счет faktura qilinadi. O'sha spravka счет fakturaga nisbatan to'lov ishlari, bankada to'lov ishlari amalga oshiriladi. Xo'p, bugungi bir
aytib ko'rib o'tmoq, va'da bergan narsamiz shundan iborat edi. Albatta foydali bo'lgan bo'lsa kerak deb turib niyat qilamiz. Yana boshqa mana shunaqa uchrashuvlarda, nimalarda uchrashguncha Allohimiz sog' salomat saqlasin. Gap so'zlaringiz, agar ma'lumot, savol, nimalaringiz bo'ladigan bo'lsa, lichkaga yozib yoki o'sha to'g'ridan-to'g'ri guruhning o'ziga yozib so'rashlaringiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va